Xo'p, ushbu videoda biz proyektimizni, ya'ni sistemamizni 6 ta qismi bilan tanishib o'tamiz. Birinchi skladdan boshlaymiz. Skladda birinchi tovarlarimizni ID'lari keladi va tovarlarimizni partiyalarning turlarini nomi keladi. Undan keyin u qaysi turlarga mansubligi kelib chiqadi. Bu yerda keyin bu yerda kreditor, ya'ni qarz beruvchining nomini ko'rib chiqiladi. Undan keyin bu o'zini tan narxi, ya'ni 100 4 mingni o'z narxi, ya'ni skladga tushgan narxi 98,40 to'g'ri kelyapti va ayni vaqt skladda 10 dona bor va jami narxi 984 somon tashkil qiladi. Xo'p, undan keyingi qismimiz mahsulotlarga o'tamiz. Mahsulotlarda tovarlarning turlari bor. Misol uchun, taxtani olamiz. Taxtaga kirsak va u taxtani ichida o'sha kelgan partiyalarni turlari bilan kiritilgan. Misol uchun, taxta qirg'iz, taxta 1900 ga 8000, ya'ni turlari shu joyda kiritiladi, ya'ni qo'shish joydan kiritiladi. Undan tashqari amaliyot qismi bor. Amaliyot qismida sotuv va xarid amallarini qaysi kunda va qachon va qanchaga bo'lganliklari ko'rsatilgan. Xo'p, undan tashqari hisobot qismi bor. Hisobot qismida biz qaysi partiyamiz qanchadan ketganligini ko'rsak bo'ladi. Misol uchun, taxta qirg'iz 2900 ni ko'ramiz. Ichini ochsak, bu yerda sotuv va oluv kunlari va vaqtlari bilan ko'rsatiladi. Mana shu ikonkani ustiga bitta bossak, misol uchun 726 somon foyda qilingan. Skladda 13 ta shtuka qolgan taxta qirg'izdan. O'z narxi 21,000 somon tashkil qiladi. Olib pishida 13 ta yo'q, keyin sotilgani bilan birga, ya'ni 132 ta sotilgan. Xo'p, xarid olib pishi 23,000 somonga olingan. Undan tashqari bu yerda yana bitta funksionalnosti bor. Biz datani tanlasak bo'ladi. Misol uchun, 1-maydan 30-maygacha tanlasak, mana butun o'sha vaqt oralig'ida olingan, sotilgan ma'lumotlar bor. Xo'p, undan tashqari qarz qismlari bor. Ya'ni har qanday tovarni biz qarz beruvchiga bog'lasak bo'ladi. Misol uchun, Murod Strapilani ko'ramiz, ichida nechta tovar borligini. Murod Strapilani ichiga, ya'ni Strapila 70 15 60 qo'shilgan, ya'ni 40 ta shtuk bor hozirdan время. Skladda kreditor narxi 110 somondan kelgan va kredit summasi 4400 somon 25-may kuni olingan. Ya'ni qoplash sanasi yo'q, chunki bu tovar hali sotilib tugalangan yo'q. Shuning uchun ushbu kreditorga, ya'ni qarz beruvchiga bu tovarimiz bog'langan. Bu narsani hozir tekshirsak bo'ladi. Dar ayni vaqt, ya'ni skladda qancha borligini. Strapila 70 15 60 ni hozir skladdan qidiramiz. Xo'p, mana Strapila 70 15 60 Murod Strapilaga bog'langan kreditorga. Murod Strapilaga olinganda 110 somondan tushgan. U rasxodlar bilan qo'shilib 115 somondan bizga tushgan va biz sotadigan paytimizda buni ustiga qo'yib sotamiz va hisobotda shunga qarab kelib chiqadi. Endi bu 40 ta shtuka bu 4600 somon tashkil qilyapti. Undan tashqari nastroykimiz bor. Nastroykida biz tilni o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni ruschaga o'tkazsak, polni ruschaga o'tadi bu yerdagi ma'lumotlar. Undan tashqari bu yerda tranzaksiya joyi bor. Ya'ni biz oldi sotdi qilgan paytimizda bizdan ikkinchi marta so'raladi, to'g'ri kiritdingizmi ma'lumotni yoki yo'qmi deb. Ya'ni adashish kelib chiqmasligi uchun buni hozir tekshirib ko'ramiz. Ya'ni hozir bu yerda so'raydi bizdan. Buni tekshirish uchun tranzaksiya qismiga o'tib turib, misol uchun sotuv qilamiz. Sotuv qilganda ma'lum bir tovarni tanlaymiz. Skladda mana 63 ta bor debdi. Biz 3 ta donasini sotamiz. Bugungi chislo qo'yiladi va bu chisloni vaqtini biz o'zgartirsak ham bo'ladi. 20 somon 50 dirhamdan turibdi skladda. Biz buni 25 somondan sotamiz 3 ta donani
Sotgan paytimizda hammasini to'g'ri kiritdingizmi deb turib bizdan so'rayapti. Ya'ni biz nastroykada shu narsani yoqib qo'yganki, sotuv qilishdan oldin bizdan ikkinchi marta so'raydiki, to'g'ri kiritdingmi ma'lumotni yoki yo'qmi. Biz ha deymiz. Ha deganimizdan keyin ushbu tovar hozir sotuvga kiritilishi kerak. Ushbu tovar tranzaksiya qismida sotuvga kiritildi. Mana 3 ta sotildi. 25 somondan общий 75 somon tashkil qildi va 13 somon foyda ko'rildi. Ya'ni biz ustiga qo'yib sotgan pulimizni ham hisoblab beradi bu yerda. Xo'p, agar bu qismini betdan shunday o'chirib qo'ysak, ikkinchi marta betda sotuv qilsak, bu bizdan ikkinchi marta so'ralmaydi. Ya'ni ikkinchi marta bizdan to'g'ri kiritdingizmi yoki yo'qmi ma'lumotni deb so'ramaydi. Mana o'zi 60 ta shtuq qolgan. Hozir 63 edi boya, endi 60 ta qoldi. Aytamiz yana hozir 25 so'mdan sotamiz. Mana avtomatik o'zi sirazi mana sotuv amalga oshirildi. Bizdan ikkinchi marta tasdiqlashimizni so'ramasdan turib. Undan tashqari bu burchakda statistika bor. Statistika bu tamomila sklad bo'yicha qancha foyda bo'ldi, necha dona shtuka narsa bor skladda, foyda qancha bo'ldi, o'sha narsalarni hisoblovchi qismi. Xo'p, bu videoda biz полностью bir martasiga sistemamizni ko'rib chiqdik. Keyingi videolarda har bir qismga qanday qilib ma'lumot kiritilishi va ma'lumot chiqib kelishini ko'rsatib o'tamiz.